Barchaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi videomizda sizlarga devor fasadi haqida ma'lumot beramiz. Uyingizni devorlari haligacha chiroyli qilinmagan bo'lsa agar, hozirgi videomiz aynan sizlar uchun. Xohlasangiz mana shunaqa chiroyli 3D rombik qilib berishadi. Hozirgi uyimizni tashqari tomoni 3D rombik qilishgan. Xo'p, quyoshga, yomg'irga chidamli fasad mahsuloti hisoblanadi. 10 yil garantiyasi bor, bemalol suv bilan yuvib olsangiz bo'lar ekan. Hozir sizlarga mana shu ishni qilgan ustalarni ko'rsataman va bu ishlar hozirda necha puldan, shu uy qanchaga bitgan, barcha ma'lumotlar shu yerda bo'ladi. 12 ta viloyat bo'yicha ishlashadi va Tojikiston, Qirg'izistondan telefon qilsangiz ham katta obyektlar bo'lsa, borib chiroyli qilib beramiz deyishyapti. Xullas, barcha ma'lumotlar hozir bo'ladi. Like bo'lsamiz, boshladik. Do'stlar, bugungi ustamiz Bekali bo'ladilar. Ustovo, yaxshimisiz? Mana shu uyni chiroyli qilib 3D rombik, kartamira fason qilishgan. Xo'p, ichkari tomon jemchug kartamira fason bo'lyapti, tashqari tomon 3D rombik. Kakras hozir mana shu videomizda sizlar masalan ikki xil fasonni birdaniga ko'ramiz ekan. Shunday. Xo'p, Bekali aka, bu uyga nimalar ishlar qildik, birma-bir. Bu uyimizga bir slot kafelniklik o'tganmiz. Aha. Travertin tagidan. Ichkari tomon hozir kartamira bo'lgan bu. Shunday. Kafelniklikning ustidan bir slot gruntovkasi, bir slot travertin qilingan. Ustidan fakturasini berib, 2 slot polirovka hamda jimchuklar qilingan. Ichkari tomon mana derazani atroflariga chiroyli qilib mana bunaqa derazani atroflariga penoplexdan yopishtirib, atkoslarini olib, albatta sepib, jimchuk urilgan bunga. Ustobo, mana bitta savol beraman. Penoplexlarni qanday kim olib beradi? O'zingiz Penoplexni endi dogovorga bog'liq, ko'proq uy egalari olib beradi bizlarga. Xizmat haqqi tekin, ichida yopishtirib beramiz bunisini. Ha, buni sotib olib berishadi, yopishtirib berish o'zimizdan bepul. Yopishtirib berish o'zimizdan tekin xizmat haqqi. Xo'p, buni qayerdan olamiz? Buni hozir o'zimizda sex qo'yganmiz amaliga. Shundan kelishamiz, ma'qul kelsa uy egalariga beramiz, bo'lmasa boshqa joylardan olinadi. Tavsiya beramiz uy egalariga. Ular joyni bilamiz, ha? Shunday. Fasonlariga tanlashib o'ramiz. Albatta. Devorli tagi nima edi, ustobo? Devorli tagi shpaklyovka qilingan. Ha, ana loyshivoqmi, qumshivoqmi yoki oddiy emulsiya qilingan? Oddiy emulsiya qilingan, lekin shkaturka. Aha. Shuning ustidan biz kafelniklik tortib, kartamira fason qilib berdik. Kafelniklarni kim olib berdi? Kafelniklikda uy egalari. Uy egalari olib berdi. Ya'ni masalan devorimiz loyshivoq bo'lsa-chi? Loyshivoq bo'lsa ham albatta iloji bor. 2 slot kafelniklik, yorug'lariga setka serpankalardan tashab, chiroyli qilib beramiz, mustahkam bo'ladi. Tushunarli. Devorni bitta ko'ramiz. Bu arka tushirgan ekan darvozaxonaga. Albatta. Ichini qanday boshqacha nima qilgan ekan? To'rtburchak, bir xil oq-poq bo'libdi. Ha, adnatoniya qilib rombikcha qilib berganmiz. Uy egalariga shu narsa ma'qul kelgan. Xo'p, buni ma'nosini qora qilsak ham bo'lardi, amalda. Albatta bo'lardi. Endi oqqa ko'p qora o'tmay qoladi. Shuning uchun uy egalariga shu fasonimiz ma'qul kelgan. Mana bu tomonga ko'ramiz, kartamira fasoni do'stlar, mana bunaqa bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Bu yer xaritasiga o'xshab ketgani uchun kartamira deyshadi. Xo'p, mana buni ham biz bemalol yuvsak bo'ladimi? Albatta, karcher bilan bemalol yuvib, hech qanaqa hech narsa bo'lmaydi. 10 yil garantiya beramiz ishimizga. Garantiya 10 yil. Garantiya 10 yil. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Defektlar bo'lsa, kelib to'g'irlab berib ketamiz defektni. Qarang, kartamira qilish uchun уже bir marta kafeni kirib urdik, mayli. U nima uchun? Xo'p, necha sloy bo'ladi? Travertin. Travertin 2 sloy bo'ladi, 2 sloy polirovka bo'ladi, 2 sloy jimchuk uriladi. Xo'p, ustidan lak bo'ladi. Lak обязательно polirovka, lak, jimchuk 2 sloydan qilinadi. Hozir tashqari tomonini ko'ramiz endi. Hozir bu ko'rganimiz kartamira fason edi. Mana bu tashqari tomon уже ikkinchi xil fason bo'lyapti. Hozirda ko'pchilik qiziqayotgan fasonlardan biri bu 3D rombik bo'ladi. Xo'p, hozir shu mana bu kamerada ko'rinayotgan bo'lsa kerak, bu yerda bo'rtib chiqqanday ko'rinadi rombiklar, lekin bu tekis narsa. Bu fason hozir ichkaridagi kartamiradan ko'ra arzonroq, shunaqami? Shunday, $1 arzon. $1 arzon. $1 arzon. Xo'p, o'zi narxi necha puldan necha pulgacha bo'ladi ishlarimizni? Ishlarimizni narxi $8 dan boshlanadi, $11 gacha. Viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. $8 dan $11 gacha. Masalan, bu necha pul o'zi men eminda mana shu ishimiz? Bu rombigimizni $9 dan qilib berganmiz. Devorli holati shkaturka edi. Xo'p. $8 qanaqa u? $8 oddiy palasalar, kirpech, shunaqalar. Ular 3D'si bo'lmaydi? Yo'q, 3D'si bo'lmaydi ular. Ya'ni ustalarning ishini narxi ishni qiyinligiga qarab chiqadi. Ya'ni mana buni hozir 3D chiqarish uchun ular hozir bir marta skoch yopishtirib, polni
mehnat sal ko'proq bo'ladi, vaqti ham ko'proq bo'ladi, xarajati ham shunga yarasha bo'ladi. Shunaqa. Keyin mana soya, quyosh tomonlarni qilib chiqishadi, xullas, ishi ko'p bo'ladi. Shunga qarab ishlari oshib, ya'ni narxi oshib tushadi. Shunday. Xo'p, bularni ham biz bemalol yuvsak bo'ladi-a? Albatta, bemalol karcher bilan yuvib olaveramiz. Hech qanaqa hech narsa bo'lmaydi, muammo bo'lmaydi bunda, o'zgarmaydi, tashamaydi. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Tekis narsa bu o'zi. Shunday. Mana shu kraska qilingan hisobiga bo'rtib turgandiga o'xshaydi. Kafel, ustobo yaxshi chiqqan ekan, kafellarni kim qildi? Biz qilmadikmi? Kafelni ham o'zimiz xizmat ko'rsatganmiz, kafelni ham qilib berganmiz. Buni metrini 110 mingdan terib berganmiz. Bo'lmasa, kafel qilmagan bo'lsa ham sizga bemalol murojaat qilsak bo'ladi. Murojaat qilsa, kafelni ham o'zimizni sostavlab qilib beramiz. Endi bu yoqqa kelamiz, men tashqarida mana bunaqa palasa qo'ygan ekanmiz. Nima deydimi? Taroq derdimi, nima derdi? Ha, bu Rim ustumlariga o'xshagan Pinaplexdan bo'lgan ustumimiz bu, taroq. Buni ham olib berishadi uyda egalari. O'zimizda seximiz bor. Shu yerdan olib kelib, tekin o'rnatib beramiz buni. Ha, o'zimiz bepul o'rnatib beramiz. Bepul o'rnatib beramiz, uyda egalar sotib olib beradi. Bunga pul beramiz. Shunday. Aka, sir bo'lmasa, men nech pul mana bitta shu? Bittasiga deydi 200 ming, 250 ming shu atrofida chiqadi. Shunday. Deraza atrofi, masalan, deraza atrofi qo'yamiz desak, qiziqdi odamlarga. Masalan, bir kishini masalan ikkita derazasi bor, bir kishini masalan 20 ta derazasi bo'lishi mumkin. Shunday. 150 mingdan buyog'i 250 ming, 300 minggacha fasoniga qarab o'zgarib ketaveradi bularning ham narxi. Sredniy 200 ming. Shunday. Sredniy 200 mingni cho'tlayverasizlar agar derazalaringiz atrofiga shunaqa ramkalar qilamiz desak. Xo'p, tashqari tomoni nima ishlar qilgandik, ustobo? Tashqari tomoniga tagi shkaturkamidi? Ha, tagi shkaturka edi. Nimalarni tepasi buzilgan edi, uy ko'tarilgan, tepasini to'g'irlab, 2 kilo kafelnikilik urib, setkalarini tashlab to'g'irlab, ustidan kafelnikilik, keyin travertinni qilib berganmiz. Nima tavsiya qilasiz? Masalan, hali shkaturka qilinmagan yoki loyshoq qilinmagan bo'lsa, loyshoq qilsak yaxshimi, shkaturka qilsak yaxshimi? Endi budjetga qarab loyshoq bo'lsa ham bo'laveradi, shkaturka bo'lsa ham bo'laveradi. Endi ko'proq shkaturka bo'lsa, umri uzoqroq bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Tavsiya qiladiganimiz shkaturka. Tavsiya qilayotganimiz shkaturka. Loyshoq qilgan bo'lsangiz ham bo'ladi, faqat yana o'sha kafelnikilarga yana rasxod qilishlari kerak. Rasxod bo'ladi, ozroqgina rasxod bo'ladi. O'sha shkaturkani puli bo'lib qolishi mumkin. Shunday. 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz ustobo? Xudo xohlasa, 12 ta viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Patologchilarimizga qilmadingmi? Patolog xizmatimiz ham bor. Ha, patolog ham qilib beramiz. Patolog ham qilamiz. Patologchi xizmatimiz ham bor. Ustalar bor. Ustobo, mana chiroyli chiqibdi. Xo'p. Masalan, ishga boramiz-ku. Biz 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz deyapmiz. Albatta. Boshqa viloyatga bordik, masalan, hozir oldindan aytib qo'ysak yaxshi, uyning egasi nima olib berishlari kerak? Masalan, ustalar ishni boshlash uchun. Uyning egasi bizlarga kafelnikilik olib beradi. Yotoq joy beradi. Agar chetga borsa, yotoq joy beradi. Yotoq joy bersa, tezroq bo'ladi ishimiz. Keyin lesa keltirib beradi bizlarga. Lesani uyning egasi olib beradi. Albatta. Keyin ustalarga yotoq joy, ovqat, pitaniya olib beramiz. Ta'minlaydi, shunday. Xo'p, qarang. Masalan, uchastkam bor meni ustobo. Uchastkada hech kim yashamaydi-da. Aytaman, ustalar kelasizlar, o'zlaringiz polni ovqat hamma narsani qilasizlar, men pulni beraman. Unaqa xizmatimiz bor, qilaveramiz o'zimiz, albatta. Masalan, travertinni o'sha ishlarni pulini beramiz, ovqatni pulini beramiz, o'zimiz qilaveramiz. Shunday. Hozir yana bitta savol bor, lekin buni so'rab olayman. Atrofdan darvozani atrofi bor-ku. Juda zo'r chiqar ekan. Bunga qancha ketdi primiya endi mana shunga? Yigitda bunga shu millionga yaqin ketgan. 1 millionga yaqin. Ha, millionga yaqin ketgan bunga. Kafel berilmagan bo'lsa, shunaqa qilib chiroyli qilib beramiz-da o'zimiz buni. Tepasi ham Pinaplex bu o'zi? Ha, Pinaplex bu ham. Aha. Xo'p, ana endi ustobo. Mana bu tomon ham zo'r chiqibdi, oxiri. Ishni boshlashimiz uchun masalan keldingiz uyimizga, dogovor qildik, hammasi chotki, masalan menga shunaqa 3D robot qilib bering. Zalog qancha berishlari kerak? Zalog hisob kitob qilamiz. Agar 500 kvadratli uy bo'lsa, masalan $9 hisob kitob qilsak, o'shani 50% ni beradi. Ha, ya'ni $5000 ish bo'lsa agar $2,500 berishadi. Nima uchun? Endi material tushirishimiz uchun, xarajatlarimiz uchun, boshqa uchun, keyin ish tugagandan keyin oxirida hisob kitob qilinadi. Qolganini oxirida hisob kitob qilinadi. Boshida 50% ni beramiz, ustalar material olib kelishadi, bir xil partiyada. Shunday. Keyin ishni tugatgandan keyin yana qolgan yarmini olasizlar. 12 ta viloyat bo'yicha Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo farqi yo'q. Farqi yo'q. Viloyat bo'ylab xizmat qilamiz. Tojikiston, Qirg'izistonlardan chaqirib qolishsa-chi? U tomonlarga ham boramiz, xizmatimiz bor. Kattaroq obyekt bo'lsa, borib xizmat qilib beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bu uyimiz necha kvadrat bo'ldi ustobo? Bu uyimiz necha kvadrat bo'ldi? Dala qismimiz 95 kvadrat. Ichkari? Ichkari
60 mi shunday? Xullas, ichkari 10 dollardan bo'lgan bo'lsa, ichkari 1600 dollar bo'ldi. Shunday. Tashqari 810 dollarga ham bitganda. 810 dollar. Bu yoq 2,5 dollarlar ketgan ekan. Shunaqa. Shunaqa gaplar do'stlar. Bemalol telefon qilasizlar, pastda nomerlari bor. Shunaqa chiroyli qilib berishadi. Telefon qilishsa, maslahat berish bepul. Обязательно. Uylarni rasmini yuborishsa agar, mana shunaqa fason qilsak yaxshi bo'lar ekan deb taklif beraveramiz. Обязательно Telegramdan tashlab maslahat beramiz. Ustani ismlari Bekali, bemalol murojaat qilasizlar. Tojikiston, Qirg'izistonga ham chiqamiz. Albatta chiqamiz. Xo'p, mana shu fason haqidagi fikringizni kommentariyada albatta qoldiring va albatta like bosib qoldiramiz. Menimcha hammasini ko'rsatib bo'ldik-a? Shunday. Shunaqa gaplar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.